o'zi suyak to'qimasi uzunasiga, kengligiga o'smasa ham doimo sintezlanib turadi. Uni tarkibidagi kollagen, elastin ham sintez jarayoni, ham parchalanish jarayoni bo'lib turadi. Har doim mana hozir ham sizda qanaqadir sintez jarayoni bo'lyapti va yemirilish jarayoni bo'lyapti. Ular bir-biriga teng. Shu sababli suyak o'zgarmayapti. Kichkina bo'lsa, sintez ko'proq bo'ladi. Yosh o'tgandan keyin sintez kamayib ketadi. Yangi shakllanmaganligi uchun. Shu uchun yemirilish jarayoni bilinib qoladi. Bilinishni boshlaydi. Va mana shu yemirilish jarayonini qanday qilib sekinlashtirsa bo'ladi yoki kechiktirsa bo'ladi? Bo'g'im harakatlanishi kerak. Harakatlangan bo'g'imda qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Harakatlangan bo'g'imda suyuqlik sintezi yaxshi bo'ladi. Va suyuqlik sintezi yaxshi bo'lgandan keyin u tog'ay qirishlari yemirilish jarayoni sekin bo'ladi. Va mana shu suyuqliklar va kollagen, elastin ishlab chiqarilish jarayonida siz kerak bo'ladigan qurilish materiallarini keltirib berishingiz kerak bo'ladi. Va mana shunday mahsulotlar Numa kompaniyasining Collagen Pro Plus tarkibida bor. To'liq ma'lumot uchun kommentariyaga suyak so'zini yozib qoldiring.